Ketdi. 6-chempionlik raundi. Istamtoshevmi yoki Qo'ziboyevmi? Kim yaxshiroq? Hozircha Qo'ziboyev yana markazni egalladi va bosim qilyapti. Istamtoshev javob qaytardi. Yana javob qaytaryapti Istamtoshev. Birinchi raqamga intilyapti Qo'ziboyev, ammo to'lig'icha dominantlik ko'rmayapmiz. Mana bu yerda shunday bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bu safar ham Istamtoshev himoyalandi va yaxshi ishladi. Chap qo'l zarbasi Qo'ziboyevdan. Referi diqqat bilan kuzatyapti jarayonni. Yurdi ishlayapti. Istamtoshevning murabbiylari. Jeb, qo'lda. Endi Qo'ziboyev oldinga qadam tashlay boshladi. Taqibdan chiqib ketish uchun Istamtoshev oldinga yurgan edi. Burchakka taqalib qolmaslik kerakligini aytishyapti. Qo'ziboyev aynan shu ishni qilmoqchi. Burchakka taqab olib, keyin kombinatsiyaga kirishmoqchi. Hozircha buning imkoniyati bo'lmadi.